Yirik investitsion loyihalarga qo'shgan katta hissasi uchun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning USM Holding aksiyadorlik jamiyati ta'sischisi va rahbari hamyurtimiz Usmonov Alisher Burxonovichni el-yurt hurmati ordeni bilan taqdirladi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, albatta bugungi kun meni hayotimda juda ham ulug' va hayajonli bo'ladi. Chunki vatan rahbari bugun meni shundoq yuksak nishonim bilan taqdirladi. Qaysi so'z bilan o'zingni minnatdorchiligini bildirishing mumkin? Shundan keyin men ojizman bu so'zni topish uchun. Chunki shuncha qiyinchilik, armon, umidlar bugun yuzasiga chiqyapti meni hayotimda. Va faqat meni hayotimda emas, butun o'zbek xalqining umidi bugun sizning qo'lingizga topshirilgan. Va albatta har bitta o'zbek o'g'li majburiyati bugun yoningizda turib, qo'lidan kelganicha va balki qo'lidan kelgandan ko'p yoningizda bo'lish. Albatta bu yo'l juda ham qiyin va osonlikni hech kim bizga bermaydi bugun. Men ishonchim komilki, butun xalq shundoq rahbarlar boshchiligida albatta shu rejalarga yetadi. Va men o'zim uchun mana shu rejalarga yetish uchun qilingan har bir harakatimni hayotimni mazmuni deb bilmoqchiman. Va sizga yana bir bor katta minnatdorchilik, o'zingizga sog' salomatlik, kuch, xalqimizga tinchlik, farovon hayot va albatta iqtisodiy boylik tilayman.